Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 9-may 2026-yil hafta kuniga shanba. Bozorimizni boshlashdan oldin narsalarimizni arzon qilishni boshladik. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlayotganlarga katta rahmat. Yaxshi narsalar olib chiqqanmiz. Bugun arzon narxlarda qo'yamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlar ham podpishka qilyapsizlar. Katta rahmat. Like bosayotgan, komment yozayotgan, iliq fikr bildirayotganlar uchun katta rahmat. Bu tomondan boshlaymiz. Spanli garnitur olib chiqdik, kupeli. Bu shkafi yaxshi holatda turibdi. Ochilib yopilishlari hamma yo'g'i joyida. Qo'shimcha polka, vishilka. O'rtasi takilovi. 3 ta polkasi bor o'rtasida. Bu tomoni ham vishilka. Vishilkasi tushib ketibdi. Vishilkasini bir yo'l shu bahona qilib qo'yaman. Qo'shimcha vishilkasi bor, buni ham polkasi bor. Shu yopilishlari yaxshi. Bu spannisi bo'ladi. Spannisi razmeri 1.60 ga, uzuni 2 metr bo'ladi. Matrassi razmeri. Ikkita tumbichkasi. Bu Trimosning oynasi, tosh oyna. Bu Trimosning o'zi. Hop, narxi 3,5 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Eltib berish bepul, yetkazib berish. Hop, undan keyin o'sha spanli garniturimiz. Buni 3-4 marta qo'yapmiz. Endi ko'rmaganlar uchun, endi ko'rayotganlar uchun. Hop, 1.80 ga uzuni 2 bo'ladi matrasini bosh tomonlari. Yumshoq qilib qoplangan. Parallellar qo'yib chiroyli holatda qilib berilgan. Shkafi buniki kattaroq. Bu ham kupeli. Bu tomoni veshilkasi, qo'shimcha polkasi. Bunisi o'rtasi polka qator, 4 ta bo'ladi bunda polka. Yaxshi holatda turibdi, ichlari ham, narigi chetini ham ko'ramiz. Bu cheti ham qo'shimcha polka vishilkasi iledigani. Hop, ikkita tumbichkasi bor. Buni Trimosi mana. Trimosi ham chiroyli holatda, naqshli bo'ladi. Hop, ayblarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana shu Trimosda aybi bor ekan. Tepalarda bitta-ikkita aybi bor endi. Ishlatilgan narsa-yu, Trimosda ko'proq aybi bor ekan. Shuni ko'rsatib o'tib ketyapti. Qo'ldan kelgancha yaxshi holatda turibdi. Bunimizning narxi 4 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar, telefon raqamlarini videoda oxiriga qo'yib o'tamiz. Xo'p, dastavkasi bor narsalarni dastavkasi ichida deyapmiz. Indamaganimiz bu degani dastavkasi отдельный degani tushunmovchilik bo'lyapti. Telefon qilib olib 500 ming, 600 ming narsani zakaz qilib ham bunaqa dastavkasi bepulmi deyishyapti. Endi to'g'ri tushuninglar. Andijon yo Namangan territoriya bo'lsa, o'zi yarmidan oshig'i bu degani dastavkaga chiqib ketib qoladi. 300 ming, 350 ming oladi. 500 ming, 600 ming narsa olsangiz 300 ming, 350 ming oladi. Shunda menga hozir 250 ming, 300 ming qoladi. Bu degani endi u narsani o'zining puli ham chiqmadi deganida, ziyon degani. Shuni to'g'ri tushuninglar. Dastavkasi ichida bepul degan narsamiz aytib o'tib ketamiz. Indamay qo'yganimiz yo esimizdan chiqqan bo'ladi yo dastavkasi отдельный bo'ladi. Trimoyimiz, tosh oynamiz 400 ming so'mga. Holatlari yaxshi holatda, MDF, krashinli. Hop, aybini ham aytib o'tib ketamiz. Aybi mana shu tortmani beti almashtirib qo'yilgan. Bu o'zi yo'q edi, endi iloj qilib shuni qo'ydik. Ishlamay turgandan ko'ra endi ishlagani yaxshi, balki bir solarsiz mexanizmlargacha yangilab qo'yganmiz. Hamma yo'q joyida, kamchiligi yo'q. Hop, o'zining narxi 400 ming so'm, xolasiz ikkita tumbichkasi bor. 250 ming so'm qilib beramiz ikkitasini. Ruchkasi singan, boshqa ruchka qo'yamiz. Ikkita bir xilda qilib, bunga qilib, bir xilda qilib ruchka qo'yib beramiz. Hop, отдельный 250 ming so'm, отдельный 400 ming so'm. Ikkovsi olsalar 650 mingga tushadi. Arziydimi yo'qmi kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib ketsalar, xursand bo'lamiz. Divanimiz chiroyli holatda. Fasonlari zo'r, oyoqlari ham chiroyli, oddiy oyoqlar. Hop, bu kishilik spanli ham bo'ladi. Taylari sondiq.
kerak narsalar kirib ketaveradi. Buni ne qilsiz? Kishilik spanli katta holatda. Adashmasam bir 120 shu 130 chiqadi shu turishi. Kattaroq narsa. Xo'p, bunimizning narxini 1.200.000 so'mga beramiz. Dastavkasi отдельный ichida bas. Shuni ham aytib o'tib, 1.200.000 so'mga beramiz. Materiallarda kiri, dog'i, yirtig'i, teshigi umuman yo'q. Yo sigaretni uchtayib qolgan joyi yo'q. Hamma yo'q zo'r holatda. Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan spalniyimiz nomi Zina. Xo'p, buni fishkasi bor. Matrasi yumshoq, mягкий bo'ladi. O'ta yumshoqni xohlaydiganlar uchun tayi ham prujina bo'ladi. Fishkasi mana shu. Yana bitta fishkasini aytadigan bo'lsam, bu taklanadi. Bu degani Damas avtomobiliga ham sig'adi degani. Xo'p, razmerlar 80 ga uzuni 1.90, matrasining razmeri. Xo'p, bu Ruminiya davlatida ishlab chiqarilgan. Bu 100% yog'och bo'ladi. Bunni yog'och, yonlari ham yog'och. Bu ham taklanadi, Damasga sig'adi. Faqat sideniyalaring yotsa bo'ldi. Damasga sig'ishlik uchun sideniyalaring yotishi kerak. Xo'p, nolga chachiladi bu ham. Narxi 1.700.000 so'm, razmerlari. Xo'p, 84 yo 85 eni, uzuni 1.90. Xo'p, bu ham Ruminiyada ishlab chiqarilgan, eni kattaroq. Xo'p, bunimiz ham taklanadi. Bu ham 100% yog'och, original mana. Ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana ular suvniki, chachiragan suv sepganimizda. Xo'p, bunimiz razmeri 90 ga 1.90. Bu ham 100% yog'och bo'ladi. Narxi 800.000 so'm. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlari o'sha oxirida qo'yib o'tamiz. Kirib kelishimizga bizni shunaqa ugaloyimiz kutib oladi. Xo'p, ugaloylar zo'r holatda turibdi. Kiri, yirtig'i, dog'i, teshigi umuman yo'q bo'ladi bunda. Buni fishkasi taylari sondiq bo'ladi. Kerak narsalar kirib ketaveradi. Xo'p, bunimizni shu turish holati 2 million so'm. Agar xon qo'shiladigan bo'lsa 300.000 so'm qo'shiladi xonga. Dastavkasi ham albatta addenli. Xolasiz xonli, xolasiz xonsiz olishingiz mumkin. Buni olib chiqishingiz ham oson. Mana ulari chiqadi, baqa addenli bo'lib. Ajraydi, kurchoyda bo'ladi. Kurchoylari ham temirli bo'ladi. Plastmassa bu narsa emas, bu Toshkentdagi zavodskiy narsa. Eng qizig'i, buni o'tirg'ichlari havas prujina. Prujinali bo'ladi. Shirinasiga ham e'tibor beramiz. Zo'r holatda, haqiqatda prujinalari rashi cho'tga kelgan. Narxi 2 million so'm. Xon qo'shilsa, yangi xon qo'shib beramiz. 300.000 so'm qo'shiladi unga. Xo'p, keyingi obzor qiladigan narsamiz stenka 4 metrlik joyiz bo'lsa, 4 metrga rosa qolib bo'lib tushadi. Xo'p, polkalarida hech nimasi kamchiligi yo'q. Hattoki oshiq-moshiqlarigacha yangi qo'yilgan. Zo'r holatda turibdi. Bu 1986-yilda chiqarilgan Moskovskiy narsa. Oddiy bas yog'och bilan kombinatsiya qilingan. Albatta yog'ochni o'zi bas, kombinatsiyasi yog'och bilan. Xo'p, bunimizning narxini 3 million so'm qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Yoqdimi yo'qmi, shuni ham yozib o'tib ketinglar. Xo'p, shkafimiz 600.000 so'mga beraveramiz. 3 eshikli. Oyoqlari temir bo'ladi, duralimin bo'ladi. Xo'p, bu tomoni vishilkali tomoni. Orqalarigacha yog'och fanela. Xo'p, bu tomoni polka qator va tortmalargacha ochib yopilishlari joyi. 600.000 ga. 1,5 metrli bo'ladi. Balandligi где-то 1.70 shunaqa, plus minus. Xo'p, katta shpanel kerak deganlar uchun keshi addenli. Xo'p, bunimizning narxini 2 million so'm qilib beramiz. Xo'p, ichlarni ko'rsatadigan bo'lsak, qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz endi. Bunisi polka qator. Bitta aybi tortmalari bitta ham kelmadi, chiqmadi. Bu tomoni vishilka. Polkasi ham bor qo'shimcha. Xo'p, unisida ham g'aladon yo'q, bunisida ham g'aladon yo'q. Addenli so'raganlar uchun ham sotib olamiz. Menga bittasi kerak desangiz, bittasini jo'natib yuboramiz. Xo'p, narxi 2 million so'm. Addenli kelishilgan holatda bittasi kerak desangiz, bittasini ham beraveramiz.
Razmeri 1.20 ga yetmaydi, 1.16 shunaqalar qatori. Balandligi 2.10, 2.20 chiqadi balandligi. Xo'p. O'sha legendarniy Ispaniyamiz temirli bo'ladi bu. Hurmatli kuzatuvchilar, ulgib qolinglar, bundan bir dona ham qolmadi. Mana shu oxirgi ikkitasi qoldi. Narxi 2.400.000 so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin bo'ladi. Xo'p, ikkita olgan odamga bittasiga bas. Bittasi 1.200.000 so'm, ikkitasi 2.400.000 so'm. Matraslar 100% original ortoped bo'ladi. Firminniy matras. Firmalarini etiketkalari, karkaslar 100% temirdan bo'ladi. Bu tijvola ves odamlar ham ko'taraveradi. Matras umuman ezilmaydi. Narxini aytdik. Xo'p, telefon raqamlarimiz 91 681 94 19. Qaytaraman, 681 94 19. Aloqaga chiqaverasizlar. Ismim Ulug'bek. Bu tumbani obzor qilmayapmiz. Temir oyoq tumbichka, oyoqlari duralimin bo'ladi. Bunimizni 250.000 so'mga berib yuboramiz. Kuzatayotganlaring uchun, qo'llab-quvvatlayotganing uchun yana bir bor rahmat.